Assalomu alaykum Aziya platforma muxlislari. Mana bugun 25-avgust 26-yil Samarqanddan Faxriddin akamiz tashrif buyurib, GBC 35WP modelimizni, ya'ni pompali variantimizni xarid qildilar. Birinchilardan bo'lib Samarqandda. Aka, bu Aziya platformadan adashmasam, yo 5-chisi, yo 6-texnika. 5-chisi, xudo xolasa, 5-chisi. Endi muxlislarga qiziq aka. Nima bu Aziya platforma ustunligi bormi? Endi Karmixlarida sifat bormi? Shu narsalarga qiziq odamlarga. bu Carmix eng birinchilardan bu shu Aziya platformadan kelgan. Birinchilardan bu 3 yilmi, 4 yil bo'ldi ogamizga. Hali buzilgan yo'q, yaxshi ishlab yotdi, xudo xolasa. Mana pompali variant ham kutdik. 3 oymi bo'ldi, kutganimizga mana keldi, xudo xolasa. Ustalarni ham hamkorlikka taklif qilamiz. Regel, kolonna, sesmalarni 1 metrini 50 mingdan tepaga o'zimiz qorib chiqarib beramiz. Bemalol. Nomer qoldiramiz, shu nomerga telefon qilib maqsadlaringiz bo'ladi. Faxriddin aka, yaxshiliklarga xizmat qilsin. Charchamaysiz. Yana kutib qolamiz aka. Baraka topingizlar. Xo'p aka. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.